Trump haqiqiy impeachment olgan edi. Eng katta mitinglardan biri bo'ldi. Jami 5 milliondan ortiq ishtirokchi. Sen qirol emassan. Help Ukraine deb yozib qo'yibdi. Ukrainaga yordam bering deyapti. Trump prezident bo'lgandan beri uyushtirilgan eng katta mitinglardan biri. Avtoriteti tushyapti Trumpning. Murat aka o'zini partiyadoshlari ham qarshi ovoz berishi mumkinmi respublikachilar? Trump shu magachilar bilan urushib qoldi. O'zi maga buni olib kelgan. Olib keldi. Hokimiyat tepasiga olib keldi. Trumpga qarshi agitatsiya qilib, Trump ketish kerak, yo'qolish kerak. Biz bunaqa prezidentni saylaganimiz yo'q. Bergan va'dasini hech qaysini bajarmadi. Haqiqiy hokimiyatda, elitada umuman qonunlarga bo'ysunmaydi. Bular pedofillar. Bular ko'p liderlari haligi nima deydi, voyaga yetmaganlarni zo'rlash bilan shug'ullanadi. Butun Amerika jamiyati ishondi-ku. U naq bir 8 oy tinimsiz Amerika botqoq. Boya o'zingiz ta'kidlab o'tganingizdek, mitinglarga qaytaylik. Noroziliklar nimadan kelib chiqqan? Mana shu sababi nima o'zi mitinglarni? Trumpga nisbatan. Demak, butun Amerika bo'yicha eng katta mitinglardan biri bo'ldi. Jami 5 milliondan ortiq ishtirokchi. Katta shaharlarda 100 mingdan 400 minggacha odamlar qatnashgan. Har bir mitingga, demak, shu 400 minggacha odam chiqqan. Asosiy shiorlar sen qirol emassan. Chunki Trump o'zining Truth Social'da o'zini 1-2 marta haligi shu qirollarga tenglagan, o'zining mana shu ijtimoiy nimasida, sahifasida. Keyin hamma joyda shu mitingchilarning, manifestantchilarning qayerda, qaysi shaharlarda bo'lishidan qat'iy nazar ko'tarib turgan nimasiga, lozunglariga qarasangiz, Ukrainaga yordam. Help Ukraine deb yozib qo'yibdi. Ukrainaga yordam bering deyapti. Sen qirol emassan deyapti. Amerika bu qirollik davlati emas, Amerika haqiqatan ham mana shu agar butun Yevropa tarixi, dunyo tarixini oladigan bo'lsak, hamma davlatlarning evolyutsiyasi bu monarxiyalar, absolyut monarxiyalarning o'sha keyin respublika aylanishi bilan xarakterlanadi-ku, Yevropa tarixi ham xuddi shunday. Amerikada demak mahalliy monarxiyalar endi bo'lgan bo'lishi mumkin, Yevropaliklar kelgancha. O'sha haligi Maya qabilalarida, boshqalarda, lekin Yevropaning istilosidan keyin Amerika u shu haligi Britaniyaning shu sobiq imperiyasi davrida albatta Britaniya qirolligiga kirgan, lekin mustaqillikdan keyin u yerda hech kim qirol ham bo'lmagan, hech kim imperator ham bo'lmagan. Va Amerikaliklarning zehniyatiga bu qadriyatlarni singdirishga harakat o'ta va o'ta halokatli. Mana shu mitinglar mana. Bu avvalgi ekan, ancha oldin. Bu eskisimi bu? Eski miting ekan. Bu 6 yil oldin. 6 yil oldin eski. Endi hamma joyda mana shunaqa deyarli shunday. Deyarli mana shunaqa mitinglar ketyapti va bu oxirgi mana shu Trump prezident bo'lgandan beri uyushtirilgan eng katta mitinglardan biri. Eng kattalardan biri. O'tgan safar ham shu 5 millionga yaqin odam ishtirok etgan. Bu safar ham shu 5 million deb baholanyapti. Balki undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Demak, Trump bunga javoban nima deydi? O'zini shu Truth Social'da yana yozib qo'ydi. Men qirol emasman, lekin o'zi har doim shu mana Shuhrat aka. No Kings deb mana No Kings mana yozib qo'yibdi, mana bu yerda hali mana qarasangiz agarda mana hamma joyda shu sen qirol emassan, No Kings deb Trump No Kings deb yozib qo'ygan. Keyin ba'zi joylarda Ukraina haqida, Ukraina bayroqlari ham bor ko'p mitinglarda. Umuman hozir bugungi kunda ahvol mana shunaqangi diktatorство. My first dictatorship deb mening birinchi ishim diktatorlik degan Trumpning nomidan aytyapti. Endi avtoriteti tushyapti Trumpning va mana shu Trumpning javobi men
qurol emasman deb keyin haligi bo'ldi men charchadim men ketdim Floridaga Mar-a-Lagaga borib haligi o'ynayman. Golf o'ynagan. Golf. O'zi Golf Shuhrat aka o'ynayman. mana Amerikada o'sha demokratiyaning ustuni bo'lgan bir qudratli mamlakatda bu qanchalik o'sha haqiqatga to'g'ri keladi bu yerda diktatura o'rnatish, o'zi qirollikni gapirmasa ham bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Bu realni shunday bo'lishi mumkinmi? Bu yerda diktatura o'rnatilishi ehtimoli? Hech qanday Trampning shansi yo'q. Trampning o'zi zehniyati shunday. U shu diktatorlar, shu avtoritar shaxslarni yaxshi ko'ra, hurmat qiladi. Mana kecha Misrdagi uchrashuvda ham aynan shunaqa odamlarni yig'ib chaqirgan o'zi. Misrda uchrashuv bo'ldi-ku va bu uchrashuvning natijasi o'laroq u go'yoki 3000 yillik konfliktni to'xtatdi. Aslida hech narsa to'xtamabdi, mana yana urush boshlanib ketdi. Kechadan boshlab yana konflikt avjiga chiqyapti. Mana Isroil tomon yana tinch aholini to'pga tushishni boshladi. Bomba tashlashni boshladi. Lekin bu men mana 3000 yillik konfliktni to'xtatdim. 8 ta urushni to'xtatdim. O'zi birinchi esingizda bo'lsa, 5 ta urush edi, keyin 6 ta urush bo'ldi, keyin 7 ta, 7 ta deyilmadi, birdan 8 ta bo'lib ketdi. Ha, endi shuni bir 5 tasini bir o'ylab ko'rsa bo'ladi, 3 tasini hech bir topa olmayapmiz. Buni hattoki shu g'arbdagi ayrim matbuotlar aytayaptiki, balkim Trump marsliklar bilanmi, kimlar bilan urushishlar to'xtatganlar, bo'lishi ham mumkin. Shunaqa deb haligi endi biz bilamiz, mana bu g'arb matbuoti ular juda bunaqa narsalarni sarkazm bilan yumor qilishadi. Sarkazm bilan qabul qiladi. Demak, mana shu asosiy muammo shundaki, Trump bugungi kunda Amerika lideri o'laroq mutlaqo noadekvat shunaqangi ishlar qilib jamoatchilik bilan va nafaqat jamoatchilik, umuman Amerikaning establishmentining katta qismi bilan bugun konfliktda va bu konflikt oxir-oqibat Trump foydasiga bo'lmasligi mumkin. Chunki yanagi yil impichment bo'lishi mumkinmi? Yanagi yil noyabr oylarida oraliq saylovlari, kongressga saylovlar bo'ladi. O'zi u yerda ovozlar nisbati kongressmenlar o'rtasida bir 4 dan 5 ta ovoz. Agar mabodo shunday bo'lish ehtimolligi juda kuchli, shu 4 ta 5 ta ovoz demokratlar qo'liga o'tib ketadigan bo'lsa, unda demokratlar impichment talab qilish o'tgan safargi birinchi prezidentlik davrida ham Trump haqiqiy impichment olgan edi. Oxirida qutulib qoldi. Yo'q, u mana impichment protsedurasi bo'yicha qancha 72 kundan keyinmi u kuchga kirish kerak bo'lgan edi, lekin Trampning prezident muddati tugab qoldi. Va u 72 kunga yetmasdan tugab qoldi. Aynan shu sababli u go'yoki impichment oldi-yu, lekin uni realizatsiyasi bo'lmadi. Bu safar impichment olish ehtimoli bor, lekin bu albatta keyingi yilgi noyabr oyidagi saylovlarning natijasi o'laroq bo'lishi mumkin. Va uning zaruriy sharti yuqoridagi biz aytayotgan ovozlarda demak respublikachilar demokratlarga shu ovozdan boy bersa. Shuhrat aka o'zini partiyadoshlari ham qarshi ovoz berishi mumkinmi respublikachilarga? Bugungi kunda Respublikachilar partiyasi yaxshi savol bo'ldi. Respublikachilar partiyasi amalda ikkita lagerga bo'lingan. Bu mana shu eski reganistlar yoki neokonservatorlar, juda nufuzli u yerda liderlar bor, senatda ham nufuzli liderlar bor, kongressda ham shu Reaganchi nufuzli liderlar bor va yangi magachilar. Endi eng qizig'i, Trump shu magachilar bilan urushib qoldi. O'zi maga buni olib keldi, hokimiyat tepasiga olib keldi. Hozir maganing eng ko'zga ko'ringan
liderlari mana Maskmi? endi Mask u partiya a'zosi emas, mana Major Green degan bir xonim bor, o'sha fraksiyadagi liderlardan biri. Shuning o'zi hozir Trampga qarshi agitatsiya qilib, Tramp ketish kerak, yo'qolish kerak, biz bunaqa prezidentni saylaganimiz yo'q, bergan va'dasini hech qaysini bajarmadi. Haqiqatan ham Tramp nima uchun MAGA Trampni qo'llab-quvvatlaydi? Chunki Tramp aytuvdiki, men mana shu balotaning, botqoqning yuzini ochaman, ha? Endi Amerikada shunday bir tushuncha shakllangan, bu endi sal konspirologiya ham desa bo'ladi. Go'yoki Amerikani u farqi yo'q. Respublikachilar boshqaradimi, demokratlar boshqaradimi? Tramp endi albatta demokratlarga ko'proq haligi urg'u beryapti. Mana shu demokratlar, asosan demokratlar, bular bir mafiya. Bular mana shu oliy hokimiyatda, elitada umuman qonunlarga bo'ysunmaydi, ha? Qonunlar bular uchun emas. Bular tinimsiz shu haligi qonunlar buzish bilan shug'ullanadi. Eng katta ayblar. Bular pedofillar. Bular ko'p liderlari haligi nima deydi, voyaga yetmaganlarni zo'rlash bilan shug'ullanadi. Butun boshli bularning shunaqangi yopiq klublari bor, ha? Keyin bular mana shu korrupsionerlar, umuman butun dunyodagi hamma aybni shular bo'yniga qo'yib, mana shular hammasining yuzini ochaman degan Tramp o'zi prezident bo'lgandan keyin aytayaptiki, yo bu sal haqiqatga to'g'ri kelmaydi, bu reallik emas bu. Keyin u butun Amerika jamiyati ishondi-ku. U naq bir 8 oy tinimsiz Amerika botqoq. Amerika mana shunaqangi davlatga aylandi. Bu davlatni biz yana qonun nimasiga qaytarishimiz kerak. Amerikani biz yana boshqatdan buyuk qilishimiz kerak, odam qilishimiz kerak. Hamma tushunadigan gapda aytadigan bo'lsak. Mana MAGA shundan norozi. Tramp bergan va'dalarni hech qaysini bajarmadi, hamma narsani xaspo'shladi va ayniqsa o'zining ham ishtiroki ko'rinib qoldi shu narsalarda. Mana shu o'shaligi pedofil turmada o'lib qolgan pedofil nimasi кейsi bo'yicha o'zi uni demak yoshlikdan o'rtog'i bo'lgan ekan, uning birga shu haligi bemazagarchiliklar qilgan, keyin hattoki turmush o'rtog'i Melaniyani ham o'sha odam tanishtirib qo'ygan. Uni u har doim shu maqtanib, mana menga Melaniyani shu topib beruvdi deb o'zi bir necha marta maqtanib matbuotlarga aytgan. Hozir MAGA ham Tramp bilan kelishmayapti. Respublikachilarning o'zlarining g'oyaviy, eng avval Tramp bilan g'oyaviy kelishmovchiligi bor. Respublikachilar Reganistlari. Butun to'liq 100% simpatiyalari Ukraina tomonida. Tramp esa mana qilayotgan ishlarini hozir gapirib berdi, nima ishlar qilayotganligini. Shuning uchun siz savolingizga javob bu endi keyingi yildagi oraliq saylovlardan keyin ma'lum bo'ladi.